Xo'p, Sardor akani oldilariga kelganimga sabab ana kuni Bardurga chiqib ketdim. Ko'rasizlar, raznisani. Ikkita barmoq, bitta barmoq. Mana men bu osilgandan keyin sal qochib qoldi. Rulni burganda ham menga teyotirdi o'zi. Balon qochib ketdi. Xo'p, bunga sabab Sharovoy bo'ldi. Sharovoy qiyshib ketgan. Ko'rasizlar? Sharovoy qiyshib ketgan. Bardurga chiqib ketib qoldim. Chilonzorda karmashkadan kiraman deganda, hop, tormozni bosdim. Spark balon turibdi bunda. Bilasizmi, men sizga 14 taqqanman. Men bu usha bera olmadi o'zi. Tishida unaqa zo'r emas-ku, mana shtastirasiga ham tishi bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham umuman usha bera olmadi. Sirpanib ketdi. Balon almashtirish kerak edi, zapchastlarni olib keldim. Xo'p. Sharovoy almashyapti. Bu yoqda kalotka. Men kalotkani maqtab berdi, Sardor akam. Bir oy garantiyaligi bor, o'shani oling, sizniki qattiq ekan dedilar, shuni oldim. Bir oy garantiyali, ko'ramiz uzoqda qolsa qo'yib. Meniki ham zo'r turibdi. Lekin ketlar bo'yicha qattiq kalotka ekan. Kimga xizmatlar kerak? Pastda nomerlarni qoldiraman, aloqaga chiqurasiz. Joninglar sog' bo'lsin. Ha, Sardor aka, kutaverasizmi klientlarni? Bo'ldi, gazini bosing aka, xudo xolasa. O'zlari chiroyli qilib. Noyabrda qildirdim o'tgan yil, xadovoy. Polni noyabrda qildirdim. Mana 1 yil tiq ketmadi. Kelganimning sababi Bardurga chiqib ketganim bo'ldi. Yuraverdim bo'lmasa. Chotki, kelaverasizlar.